Elektr quvvati barq tabiatini o'zgartira oladimi? Olimlar bu savolga ijobiy javob berdi. Natijada barq qurt uchun sof va to'yimli ozuqaga aylandi. Bu esa pilla sifati va hosildorligini sezilarli darajada oshirdi. Ultrabinafsha nurlar bilan o'sha tut daraxtiga ta'sir qilamiz, ya'ni uni seskantiramiz. Tajribalarda 86 kilogramgacha fermer xo'jaliklarida hosil oldik. Asosan tashqaridagi bakteriya, mikrob, mikroorganizmlarga qarshi kurashganligi sababli tut ipak qurti juda ham ta'sirchan hasharot hisoblanadi. Bunda o'sha tashqaridan kelayotgan barglar orqali kelayotgan har xil mikroorganizmlar, infeksiyalar tut ipak qurtini kasallantirishi mumkin. Ultrabinafsha nuri esa uni zararsizlantirishga yordam beryapti va kasalliklarga chalinishi kamaygani kuzatilmoqda. Tut bargi tarkibidagi 23 ta element aniqlandi va o'sha 23 ta elementlar ipak qurti uchun o'sha yashash davrida va ozuqa manbai o'rnini bosa oladi. Hozirgi kunda ultrabinafsha nurlardan foydalanish bu ipakchilikda bu yangilik. Chunki hozirgi kungacha hech kim va dunyo bo'yicha ham ultrabinafsha nurlardan foydalanilmagan. Bugun biz O'zbekiston İpakçılık institutidamiz. O'zbekiston İpakçılık instituti ipak qurti ipak navlarini yaratish, ularni ishlab chiqarishga joriy qilish, kasalliklar va zararkunandalardan himoyalash bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib boradi. Biz mana bugun o'sha kasalliklaridan zararsizlantirish, ipak qurti ozuqasini kasallik va hasharotlardan zararsizlantirish laboratoriyasidamiz. Bu laboratoriya bilan elektrotexnologiya yo'nalishida keyingi 3 yilda birgalikda ilmiy tadqiqotlar olib boryapmiz. Ilmiy tadqiqotlarimiz qisqacha qilib agar mohiyatini aytadigan bo'lsak, ozuqa, ya'ni barg masalasi ipakchilikda muammo hisoblanadi. Bizda ob-havo sharoitimiz bahorda salqin, yozda issiq. Shuning uchun bir marta to'liq ipak olishga, qurt boqib ipak olish imkoniyatimiz bor. Fermer xo'jaliklarida ikkinchi marta ham boqiladi, avgustdan keyin yana. Lekin u hosildorlik juda kam bo'ladi. Sababi barg qotgan bo'ladi. Issiqda qurt uni hazm qilishi qiyin bo'ladi. Shuning uchun ipakni sifati va son chiqish anaqasi past darajada. Mana shu masalalar, mana shu muammolarni yechish uchun birgalikda ilmiy tadqiqot ishlari olib boryapmiz. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, o'sha bahordan boshlab hali tut plantatsiyalarida barg chiqmasdan oldin biz ultrabinafsha nurlar bilan o'sha tut daraxtiga ta'sir qilamiz, ya'ni uni seskantiramiz. Bu nima beradi? Bu o'sha tut daraxtini hujayra darajasida avlantiradi va barg juda to'yimli, kasalliklarga chidamli, ipak qurti uchun yumshoq, yaxshi barg olish mumkin bo'ladi tut daraxtidan. Agar u daraxtni kesib, tutni olib, bargini olib, yana nurlasak, yana xuddi shunday yozda issiq bo'lishiga qaramasdan sifatli barg daraxt plantatsiyada olish mumkin. Biz 3 martagacha mana shunaqangi ipak qurti uchun sifatli barg olib, mana shu institutni anaqasida, daraxtlarning ichida ham shunaqa tajribalarni o'tkazdik. Natija shunday bo'lyaptiki, bir quti, hozirgi bu kunda bir qutidan ipak qurti 19 gram o'sha ipak qurti bo'ladigan bo'lsa, bir qutida shundan 60 kilogram, 57 kilogram o'rtacha mamlakat bo'yicha hosil olyapmiz. Yana bitta tomoni, biz olayotgan ipak qurtidan olayotgan hosilimiz jahon bozoridagi xorijiy mamlakatlardagi, mana dunyoda birinchi o'rinda Xitoy Xalq Respublikasi, keyin Hindiston, O'zbekiston 3-o'rinda turadi. 22,5-23 ming tonna gul yetishtiryapmiz yiliga. Sifati past ancha, jahon bozorida arzonga ketyapti. Bular hammasi muammolar. Mana shu muammolarni
yechish uchun biz elektrotexnologiya, ya'ni elektrni qo'llayapmiz. Natija 86 kilogrammgacha, mana doktorantimizni tajribalarida 86 kilogrammgacha fermer xo'jaliklarida hosil oldik. Ishimni gapiradigan bo'lsam, biz tut ipak qurtiga ultrabinafsha nurini ontogenezi davomida hayotchanlik va mahsuldorlik ko'rsatkichlariga ta'sirini o'rganish bilan olib boryapmiz. Bunda o'sha ultrabinafsha nurini turli parametrlarda va turli diapazonda qo'llab tut ipak qurtiga qanday mahsuldorligiga, hayotchanligiga, ipakchanligiga ta'sirini o'rganyapmiz. Bunda biza har bitta rivojlanish bosqichida urug'lik, qurtlik, kapalaklik davrlarida ultrabinafsha nurini qo'llab boryapmiz. Bunda o'sha ishimizda nazoratga nisbatan tajribalarimizdan ancha yuqori natija olganimiz ko'rindi. Bunda sabab deb ultrabinafsha nuri asosan tashqaridagi bakteriya, mikrob, mikroorganizmlarga qarshi kurashganligi sababli tut ipak qurti juda ham ta'sirchan hasharot hisoblanadi. Bunda o'sha tashqaridan kelayotgan barglar orqali kelayotgan har xil mikroorganizmlar, infeksiyalar tut ipak qurtini kasallantirishi mumkin. Ultrabinafsha nuri esa uni zararsizlantirishga yordam beryapti va kasalliklarga chalinishi kamaygani kuzatilmoqda. Hozirgi kunda Ipakchilik ilmiy tadqiqot institutining tajriba dalalarida tut daraxtlariga bosqichli va majmuiy ishlov berish orqali tut daraxtidan bir mavsumda qo'lda terish orqali 4 marta barg olindi va novdalarni kesish orqali 3 marta barg olish imkoniga erishildi. Shu tadqiqotlar doirasida nazoratga nisbatan ipak qurtining hosildorligi 24 kilogrammga oshib, ya'ni 39-40% ga, ya'ni pillaning hosildorligi oshdi. Tut daraxti novdalar va barglariga bosqichli va majmuiy ishlov berish orqali o'sha tut bargi tarkibidagi 23 ta element aniqlandi va o'sha 23 ta elementlar ipak qurti uchun o'sha yashash davrida va ozuqa manbai o'rnini bosa oladi. Asosiy maqsadimiz o'sha ipak qurtini rivojlanish jarayonida turli kasalliklar, patogen mikroorganizmlardan havoni zararsizlantirish bo'lib va mana shu rivojlanish jarayonida kasalliklarni tarqalishini oldini olish qilib maqsad qilib qo'yganmiz. Ma'lumki, tut ipak qurti sovuqqonli hasharot hisoblanadi va bu o'zini haroratiga ega bo'lmaganligi uchun tashqi omillardan bevosita bog'liq. Shuning uchun rivojlanish jarayonida tashqaridan kiradigan turli mikroorganizm, patogenlarni oldini olish, undan tashqari o'sha rivojlanish, ayniqsa katta yoshlarda rivojlanish jarayonida o'zidan chiqadigan o'sha axlatlari, boshqa o'sha jarayonda turli mikroorganizm rivojlanishi juda ko'payib ketadi. Ana shularni oldini olish maqsadida biz o'sha qurtxonalarga bakteritsid lampalardan foydalanib va uni maqbul rejim, ya'ni o'sha qoidalarini, optimal variantlarini topib va shuni keyinchalik ishlab chiqarishga tavsiya etmoqchimiz. Va o'sha mana shu usulimiz orqali, ya'ni bunda o'sha qo'llanish jarayonlarida o'sha 3 ta faktorga asosan ahamiyat beryapmiz. Ya'ni o'sha qo'llanish xonani maydonini bo'lsa, ikkinchisi o'sha qo'llash nima deydi, vaqti, ya'ni ekspozitsiyasi va uchinchisi o'sha masofani ham inobatga olganmiz. Hozirgi kunda ultrabinafsha nurlardan foydalanish bu ipakchilikda bu yangilik. Chunki hozirgi kungacha hech kim va dunyo bo'yicha ham ultrabinafsha nurlardan foydalanilmagan. Va shuni inobatga olgan holda qishloq xo'jaligida, masalan, o'sha parrandachilikda, qoramolchilikda, veterinariyada va undan tashqari mana o'simlikshunosligida, sholichilikda, kartoshkada va boshqa hokazolarda qo'llanish hozir keng avj olgan va shuni inobatga olgan holda biz ipakchilikda shu yo'nalishni yo'lga qo'ydik va oxiri oqibatda o'sha yaxshi natijaga erishamiz degan umiddamiz. Lekin hozirgi kungacha dastlabki natijalar olingan.